Assalomu alaykum avto prestij obunachilar. Bugungi obzorimizda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim Xitoy Mini Cooperi bo'lgan Dongfeng Nami 01 avtomobili bo'ladi. Bu avtomobilimiz to'liq elektr avtomobil. 330 km zapas xodi bo'ladi. Shu avtomobilimizda orqa kameralari, zadniy kamerasi bor. Ichida o'zini klient kontrol konditsionerlari, anaqa informatsion tablo, bitta monitorchasi, Bluetooth hamma narsaligi bor. Bu avtomobilimizni ko'proq kimlarga? Ko'proq ayollarga hamda mana yaqinda yangi уже mashinalarni Xitoy mashinalariga o'tayotgan odamlar uchun juda ham ma'qul keladigan. Yoki ko'chada kamroq yuradigan, faqat ishga, uyga borib keladiganlar uchun juda ham ma'qul keladigan zo'r avtomobil. Maksimal tezligi 120 km/s ni tashkil qiladi. Bitta to'liq zaryad bilan 330 zapas xod ko'rsatgan bo'lsa, 250-260 km yurib beradi. Bitta to'liq zaryadi uchun ketsa bir 70 ming, 80 ming so'm ketadi. 70 ming, 80 ming bilan 200 kilometrdan ziyodroq bemalol yursangiz bo'ladi. Gaz, benzin, propan degan narsalarni уже xayoldan ham chiqarib olsangiz bo'ladi. Dizayni ham takoy chiroyli ishlangan. 16 diskalar bilan. Dizayniga ahamiyat beramiz. Masalan, BYD Seagull'dan bu ancha aqlliroq hamda chiroyliroq. Bagajlariga keladigan bo'lsak, bagaj 326 litrni tashkil qiladi. Sideniyalar yotqizilganda 900 litrni tashkil qiladi. Hamda o'zining zaryadchiklari bilan komplektida bo'ladi. Do'stlar, bunaqa avtomobil kimga kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Agar ayolingizga qanaqadir mashina qaratayotgan bo'lsangiz, mana nalichida bor. Narxiga keladigan bo'lsak, atiga 16.800, ya'ni kelishtirib beramiz.